Assalomu alaykum. Kecha video qo'yganimdan keyin juda ko'p savollar bo'pti. Mevalar mumkinmi yoki non bilan shakarchi yoki bo'lmasam shunga o'xshagan bir kunlik zipolni tushuntiring degandek. Mana kecha kechqurun o'sha yegan ovqatimdan mana bugun kechgacha bo'lganini aytib beraman. Qaymoqli kofe ichdim 2 marta. Mana bu kofe mana Balidan olib keluvdik. Luvak qisqasi qimmatroq kofe. Oddiy любой kofe ishlatsanglar bo'ladi. O'sha Nescafe, Jacobsmi yoqtirganlaringni. Mana bu qaymoq. Yarim litri, tamoyil 30 ming, 35 ming turadi. Men 35 ming olganman bozordan. Shu bozordagi qaymoqdan olish kerak. Damashni qaymoq. Mana shu qaymoq mana bu stevia qo'shganman. 1 choy qoshiq qaymoq, 1 choy qoshiq mana bu kofedan stevia qo'shganman, 1 choy qoshiq. Mana shu kofe 2 maqal ichdim shunaqa kofeni ertalab, obedda. Undan tashqari mana bu anaqani ichdim. Olma sirkasini ertalab, obedda 2 maqal ichdim. Kimlardir 1 maqal ichadi. Mana shundan 2 choy qoshiq ichdim. Sizlar 1 choy qoshiqdan boshlaysizlar. 1 choy qoshiq. Buni Amerikadan anaqa marafon ishtirokchisi Akmalxon degan samarqandlik ukamiz olib keluvdi. Mana shundan 1 choy qoshiq ichdim. Bo'ldi. Kechgacha mana faqat suyuqlik. Mana shu ishlatilgan mahsulotlarning hammasini qo'ydim. Limon choy. Mana limon choy bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Limon choyga ham mana shu steviadan qo'shiladi. 1 choy qoshiq, 1 choy qoshiq qo'shsa bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu kechgacha bo'lgan ovqatim. Hozir ikkinchi videoda bu ovqatlarimni qo'yaman. Kechki ovqatimni qo'yaman, tushuntiraman.